Men Isroilov Lutfulloh Toshloq tumanining ixtisoslashtirilgan maktabida 6-sinfda o'qiyman. Men bu tanlovda 1-yil qatnashishim. Avvallari ham onam 2019-yilda respublika bosqichigacha chiqib, prezident sovg'asini ololmay qaytganda, bobom menga aytardiki, onang uddalolmagan ishlarni sen uddalolasan deb aytardi. Men bobomning gaplari qulog'im ostida jaranglaydi. Men bu yosh kitobxonlik tanloviga qatnashdan oldin 40 dan ziyod kitoblarni o'qigan edim. Menga bu kitoblarni o'qishga Mutolaa ilovasi yordam berdi. Unda u Mutolaa ilovasida ko'plab asarlarni ko'p marotabalabdan eshitib chiqdim. Menga eng qiyinchilik tug'dirgan bosqich bu tuman bosqichi bo'ldi. Unda Toshloq tumanidagi ishtirokchilar juda kuchliligi sabab bir bosqichda hal bo'ladigan natija 3 bosqichda hal bo'lib menga omad kulib boqdi. So'ng viloyat bosqichining 1-shartida mening eng sevimli asarlarimdan biri Akromning sarguzashtlari asari menga tushdi va charhlab berdim. 2-shartda esa ishtirokchilar orasida eng ko'p savolga javob topa oldim. Darslardan so'ng kutubxonaga tushib, ustozlarim Zohida ustoz, Muhabbat ustoz, Ozoda ustozlar bilan tayyorlanaman. So'ng uyga borganimda mening ustozlarimdan biri, ya'ni onam men bilan shug'ullanadi. Bizning oilamizda o'qimishli insonlar yo'q. Ota-onam o'qishmagan. Onam uy bekasi, otam esa dehqonchilik qiladi. Bozordan charchab kelganlarda har qanday vaziyatda bo'lsa ham mendan o'qishlaring nima bo'ldi, nima kamchiliklaring bor deb so'raydi. Bu tanlovda g'olib bo'lishi muhim emas. Uni kitobga oshno bo'lish uchun ko'proq harakat qilaman. Menimcha, endi o'g'lim tanlovda viloyat bosqichida yutib keldi. Televideniyalarda ko'rib, o'rtoqlari, sinfdoshlari, mahalladoshlari chiqyapti, biz ham kitob o'qiymiz. Menimcha, yurtboshimiz boshlagan bu tanlov, tashabbus ko'rsatgan bu tanlovning asosiy maqsadi ham shu. Bir mashinaga qiziqtirib bolalarni kitob o'qitish va unga qiziqtirib qolgan hammani kitob o'qitish bo'lsa kerak. Kuni kecha ikkita o'rtog'i telefon o'ynab turibdi-da, keyin Lutfullohga Mutolaa ilovasida audio kitobni qo'yib berganimdan keyin ular biz ham eshitsak bo'lar ekan dedi-da, ularga men eng qiziqtiruvchi kitob, o'zida ushlab qoladigan kitob Galaktikada bir kun kitobini Mutolaa ilovasida qo'yib berdim, audio kitob variantida. Ular ushbu kitobni deyarli tugatishi bo'ldi. Men bundan o'zim xuddi farzandim o'qigandek xursand bo'ldim. Bu mana shu tanlovning berayotgan mevalari deb hisobladim. Hali respublikada bir qandaydir o'rin natijaga erishmasdan turib mahallasida sinfdoshlari orasida kitobxonlar safini ko'payishiga hissa qo'shyapti. Bu bir bunday o'ylab qaraganda juda katta baxt. Tanlovning asosiy maqsadi ham menimcha shu bo'lsa kerak.